Assalomu alaykum. Mana Nuryuzli opa-singillarim, go'zal YouTube kuzatuvchilarim, qandaysizlar? Sog' salomatmisizlar, yaxshimisizlar? Biz ham yaxshimiz, alhamdulillah. Yozni so'nggi oylarni ajoyib o'tkazyapmiz. Hozir mashina ishga ketyapti Salim. Xayr, bolam, yaxshi borib kel. Ehtiyot bo'l. Derazalarimizni kirligiga ahamiyat berdinglarmi? Bu kirmas, albatta yomg'ir juda ko'p yog'gani uchun artilgan toza derazalar shunaqa ahvolga tushib qoldi. Bu yoz bolajonlarim Ispaniyani qovun tarvuzlariga rosa to'ydi maza qilib. Ispaniyani qovun tarvuzlari ham O'zbekistonniki kabi shirin, albatta. Ular uchun vaflilar tayyorladim. Maza qilib vafli bilan yeb olishdi. Mazami? Deyarli odat tarziga aylangan. Orxideyalarimni har safar videolarimda ko'rsataman. Mana orxideyalarim qaranglar qanaqa chiroyli bo'lgan. Mashaalloh. Har safar gullarimni sizlarga ko'rsataman-ku. O'zinglarni gullinglarda xursand bo'lasizlar ochilganini ko'rib. Bunaqa kichkinagina gulchamam bor mana. Bu ham ochildi. Bugun bizning rejalarimiz juda ham katta. Bolajonlarim bilan do'konni aylanib, maktabga o'quv qurollar, kiyimlar olamiz. Undan keyin kutubxonaga borib eski kitoblarimizni topshiramiz. So'ng esa yangi kitoblar olamiz va ulgursak Amira sochini kaltalatamiz. Bo'lmasam o'zim uyda kaltalayman. Mana bola bizni kutib charchadi bechora bola. Biz hozir mana bunaqa materiallar sotadigan do'konga keldik. Bu yer men bilan Sabinani eng sevimli joyimiz. Mana yoshligimda rosa tikardim, yoshmas shu. O'smirligimda, qizligimda. Rosa pardalar tikardim, kiyimlar tikardim. Mariya. Bu yerda mashinalar sotib olish ham mumkin bunaqa. Har xillarda. Nima topdingiz kuzim? Butun dilim kuchdi. Bizga har xil sehrlar qiladiganlar haqida bilib qolganimdan keyin, ya'ni oilamni buzilishiga, kasallik, o'limga har xil sehrlar qilishlari haqida bilib qolganimdan keyin bu haqida sizlarga albatta aytib beraman. O'zimni ko'rsatmaslikka qaror qildim va bolalarimni ham imkon qadar yashiryapman va buni uddalayapman deb o'ylayman. Endi hammamiz birga ovqatlanamiz, keyin esa do'kon aylanamiz va kutubxonaga boramiz. Mana menga sushi, Sabinaga. Bu ikkalasi yaramasli yemaydi. Bili testamir. Endi bularga pizza olib beraman hozir yo'ldan. Bili testa sushi. Bili testa dumpling. Okay, testa. Bundan Naham sana da kun tappa. Amin. Odatda Amira sochini o'zim kaltalayman uyda. Oldindan ham dadamni sochlarini, jiyanlarimni ham o'zim kaltalaganman. Kamdan kam holatlarda sartaroshga olib boraman, lekin bugun ham baribir ulgurmas ekanmiz. O'zim uyda kaltalashimga to'g'ri keladi endi. Vad heter de? Vad gör ni? Får vi klicka på dem? Kom nu. Får vi klicka på dem? Nej, det är kanske farligt. Rör inte den. Kom. Men det finns... Kom älskling.
Mariam, vi kommer annan dag. Ha. Jag vill byta först lite. Biz kutubxonaga keldik. Bu yerda diniy kitoblardan tashqari hamma kitoblar bor. Slutano. Shunaqa ajoyib o'g'lim bordi, alhamdulillah. Har 15 minutda kelib, cho'ppillab, o'pib, quchoqlab, "Sen asalsan, sen shirinsan, nima qilay, chidolmayman" deb. Shunaqa deydilar jonim. Oj. Du knackar dörren. En dubbelken. En pistolunge. Lite där. Björnar! Kan vi ta den här också? Shit, det är med computer. Bizni kutubxonamiz mana. Kitob qidiryapmiz Maryamxonga. Gimnastika to'g'risida. Bu yerda bolalar rasm chizib o'tirishadi. Sabinam o'ziga kitob qidiryapti. Bilasizlar, biz har oy bir marta kutubxonaga kelamiz, kitoblar ketamiz. Vi har nästan yoga. Yoga nej. Yoga annat saker jag tror. Bu kapalaylar haqida ekan. Kitoblarni topshirib, yangilarini olib keldik. Endi o'qishni boshlaymiz uyda. Hozir esa meva do'konlariga kirib, halol go'shtlar olamiz, mevalar olamiz bolajonlarim bilan. Vilken frukt vill ni ha? Ta Amir. Jag vill ha sån, de är jättegoda. Men man måste tvätta dem, vi kan inte tvätta dem. Ja, just det, man kan inte tvätta den heller. Bizda ham mevalar, o'riklar, hamma narsa bor. Gilos, mango. Mango. Shvetsiya yozda juda ham chiroyli bo'ladi. Shaxsan menga juda ham yozni Shvetsiyada o'tkazish yoqadi. Sababi ob-havo unaqa issiq ham emas, sovuq ham emas, atrof juda ham chiroyli, manzarali, hamma yerda gullar. Albatta qish ham chiroyli Shvetsiyada, juda ham kuz ham chiroyli, lekin sovug'i uncha yoqtirmayman. Shu uchun ham Shvetsiyani yozini yaxshi ko'raman. Shu uchun ham yozni Shvetsiyada o'tkazishni xohladim va hech qayerga borishni istamadim yozda. Endi xudo xolasi boshqa davlatlarga bolalarim bilan sayohatni rejalashtiryapmiz. Albatta buni men sizlarga aytaman. Keyingi video vloglarni kuzatib boringlar. Xudo xolasi. Rusiyam chiroyli. Qaranglar, bu go'zalligi shunaqa chiroyli. Mashaalloh. Allohimga cheksiz hamd sanolar bo'lsin shunaqa go'zalliklarni menga ilingani uchun. Albatta YouTube'da biroz yo'q bo'lib qoldim, lekin Instagramda aktiv edim. Instagramdan meni kuzatadiganlar bilishadi. Shuning uchun Instagram sahifamga obuna bo'lib olinglar va YouTube'da yo'q bo'lib qolsam Instagramdan kuzatib turishinglar uchun. Sahifamni kommentariyada qoldirganman. Kirib silkani bosib, silka orqali bemalol obuna bo'lishinglar mumkin. Hozir biz Stokgolmga ketyapmiz va hozir sizlarga Stokgolmda o'tkazgan ajoyib kunlarimizni ulashaman. Albatta like bosib, kommentariyalar yozib qo'llab-quvvatlanglar. Wow!
ko'rsatmayman, shunaqa qilib bekityapti. Amir. Qoladay restoranga niyatda fil. Nasıl chiroyli restoran ekan deyapman. Shashula. Qanaqa bola ekan bu? Dilota indamay film kolla voyette film restoran. Ajoyib kafe ekan. Mana ukalarini joylab, asalim, mana mehribonim, mana. Tasmalarini taqib, jo'ningda. Mana menga eshiklarni ochib beradi asalim. Rahmat.